Şeriatdagi pul kuch sherikchilik tuzumi. Avtori Dr. Abdulaziz Rahmatullah. Pul kuch sherikchiligi deganimiz bir tarafning pul, yana bir tarafning kuch chiqarishi bilan chiqqan foydada sheriklashish uchun qurilgan sherikchilikdir. Bundaq sheriklashish usuli islom fiqhisida al-muzaraba yoki al-qiroz va yoki al-muomala deb ataladi. Buning ma'nosi puli bor kishi bilan kuchi bor kishining foydani ma'lum prosent bo'yicha bo'lishish maqsadida pul egisi chiqargan pulni kuch egisi chiqargan kuch bilan aylantirishga kelishishdan iboratdir. Biz bu muomala usulini Uyg'urchada boshqa muomala usullaridan farqlantirib dal ifodalash uchun pul kuch sherikchiligi deb atasak bo'ladi. Chunki bu atalg'u bu xil sherikchilikning mohiyatini tilimizda tushunishlik ifodalab berdi. Pul kuch sherikchiligi sarmoyada emas, foydada sheriklashishdan iboratdir. Chunki pul kuch sherikchiligida foyda chiqmasa sheriklik bo'lmaydi. Ammo boshqa sherikchilikda bo'lsa ham sarmoyada ham foydada sheriklashadi. Mana bu pul kuch sherikchiligi bilan boshqa sherikchilikning tubki farqidir. Pul kuch sherikchilik tuzumida foyda chiqmasa sheriklashish vujudga chiqmag'achqa, ba'zi olimlar uni sherikchilik deb qaramagan. Qandaqla bo'lmasin, pul kuch sherikchiligida foyda maqsad bo'lg'achqa, uni sherikchilik deb atavatsekmi cho'ng masala yo'q. Amaliyotda pul kuch sherikchiligi har bir bosqichida kelishimning bir tusini oladi. Shunga pul kuch sherikchiligi haqida olimlarning mundaq bir mashhur so'zi bordir. Pul kuch sherikchiligi dastlabda pul topshirgan chog'da omonat, pulni aylantirganda vakolat, foyda chiqqanda sherikchilik, xiloflik qilganda tortib olish, foydaning hammasini pul egasi oladi deb shartlashganda setib qo'yish, foydaning hammasini kuch egasi oladi deb shartlashganda qarzdan iborat bo'ladi. Yana ba'zilar bu so'zga pul kuch sherikchiligi buzilsa, kuch egasi faqat ishlamchidan iborat bo'ladi degan so'zni qatib qo'yishgan. Pul kuch kelishimi nima uchun ahamiyatlik? Alloh taolo bandalarni o'z hikmati bilan har xil iqtidorda yaratgan bo'lib, ularning ba'zisi aqlliq va tadbirlik, ba'zisi do'd va tadbirsiz, ba'zisi kuchlik, ba'zisi ojiz, ba'zisi boy, ba'zisi namrat, ba'zisi tijorat qila oladi, ba'zisi qila olmaydi. Ba'zisi hatto qo'lida pul bo'lgani bilan uni qandoq ko'paytirishni bilmaydi. Ba'zilarning pul avutish iqtidori bo'lgani bilan yetarli puli bo'lmaydi. Biz odatda bunday ahvollarni ko'p uchratib turamiz. Masalan, ba'zi kishilarning qo'lida pul bo'lgani bilan uni aylantiruvda kuch yoki vaqt yoki aql va yoki salomatligi yo'q va yoki tajribasi yo'q bo'lganlikdan qo'lidagi pulni foydali bir tijoratda aylantira olmay qoladi. Yana bir qism kishilarda bo'lsa, yetarli kuchmi, vaqtmi, aqlmi, salomatlikmi, tajribami bor. Shundaqla bozor ahvoli va tijoratdan xabarimi bor. Navoda ular tijorat qilsa foyda olishga ko'z yetadi. Biroq bularda yetarli pul, sarmoya yo'q. Islom dini jamiyatdagi har bir a'zoning o'zaro hamkorlashib, umumning manfaati uchun foydali ishlarni qilishni tashabbus qiladi va ziyonli ishlarni qilishni cheklaydi. Pul kuch sherikchiligi orqali pulni aylantirish ishsizlikni azaytadi. Muhtoj kishiga sarmoya tayyorlab, uni ish bilan shug'ullantiradi. Pulni avutadi, iqtisodni jonlantiradi. Bu orqali pul egisi bilan kuch egisi foydaga erishib qolmay, jamiyatga manfaat yetkazadi. Pulni besib yetib avutmagan taqdirda bu pul toki zakot ayrig'idek miqdordan ozlab ketmaguncha zakot ayirish orqali kamlab mangadi. Pulni avutmay besib yetadiganlar pulning bunda xo'rab ketishiga chidab turolmaydi-da, zakot berishdan bosh tortadi. Buning bilan ular intayin xatarlik oqibat gunohga duchor bo'ladi. Chunki bular pulni besib yetib olish orqali pulning zakotini bermaganlik va pulni ishga solmay, rolini joriy qildirmaganlikdan iborat ikki cho'ng xatolikni sodir qilgan bo'ladi. Amaliyotda islom dini pulni besib yetib olmay, uning jamiyatdagi iqtisodiy rolini joriy qildirishga buyurgan. Alloh taolo Qur'on Karimda pulini Alloh yo'lida xarjlamay baxillik qilganlarni qattiq ogohlantirgan. Altın kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga alamlik azob bilan bishorat bergan. O kunda u boyliqlar jahannamning o'tida qizitilib, uning bilan ularning peshonalari, yonlari va dumbillari dog'lanadi. Ularga bu sizlarning o'zinglar uchun yiqqan boyliqinglarning vabolini tetinglar deyiladi. Tavba surasi 34-35 oyatlar. Yana bir tarafdan pul zakot berish orqali xo'rab tugab ketmaslik uchun islom dini pulni avutib turishni tashabbus qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam
Kim yetim yesirning mol mulkidan xabar oladigan bo'lsa, uningda tijorat qilsin. Zakat uni xurd o'tmaslik uchun tashlab qo'ymasin degan. Hazrati Umar raziyallohu anhu yetim yesirlarning mol mulkining zakat berish bilan xo'rab ketmaslik uchun uni aylantirib turinglar degan. Yana bir tarafdan qaraydigan bo'lsak, hozirgi jamiyatda kishilarda omonatkor bo'lish, haromdan saqlanish, boshqalarning haqqini yemaslik, rostchillik degandek har bir musulmonda tepilish kerak bo'lgan asosli axloqlar tepilg'usiz darajada kam bo'lib ketdi. Kishilar bir-biriga ishonishmaydigan, ishongan taqda kiyik yetmabdi degandek, ishongan kishilar ishonchsiz chiqib qoladigan, sherikni har xil ustuliq va yelim-mikr bilan boplab o'tadigan, hatto olgan qarzni bermay turib oladigan ahvollar kundalik turmushimizda doim uchrab turadigan odatdagi bir ahvolga aylanib qoldi. Qisqasi, biz musulmonlar jamiyatida boshqalar bilan iqtisodiy muomala qilishda xotirjam bo'lolmaydigan vaziyat shakllandi. Bundaq ig'ir vaziyatda boshqalarga ishonch qilolmaganlik uchun pul egalari pulini birsiga berib aylantirishdan yoki sheriklashishdan qo'rqib bankada saqlaydigan, buning bilan vositaliq yoki vositasiz holda o'sim yeydigan, zakot bermaydigan bo'lib qoldi. Pulni boshqa bir usulda aylantirolmay qolganda tuvandagidek ahvollardan biriga yo'liqidi. Birinchi, hech ishqa ishlatmay besib yetish. Bundaq ahvolda zakat ayirish pulini tugatib yetadi hamda pulni avutish uchun ishlatmaganlik gunohi yuklanadi. Ikkinchi, hech ishqa ishlatmay besib yetish ham zakatni bermaslik, bundaq ahvolda namratlarning shariatda belgilangan haqqini bermaganlik mas'uliyatiga qoladi. Bundan boshqa yana pulni ishlatmaganlik gunohi yuklanadi. Uchinchi, pulni aylantirib ko'paytmay boshqalarga o'simlik qarz berish yoki bankada o'simlik omonat qo'yish. Bu barliq amal ibodatni bekor qilib o'tadigan xatarlik jazoni gunohidir. To'rtinchi, boshqalarga o'simsiz qarz berib turish. Bu amaliyotda bir savobli ish bo'lib, boshqalarga o'simsiz qarz berib turganlik uchun albatta Alloh taolo qarz berguvchining puliga barakat ato qiladi. Lekin pulni ishlatmay davomli qarz berib turaverganda shu pul zakot berish orqali tugaydi. Chunki boshqalarga qarz berib turgan pulning zakotini pul egasi berish kerak. Bundan boshqa yana qarz olg'uvchilar nacharlik qilib qarzni qaytarmay avara qiladigan ahvollarni ko'riladi. 5. Pulni boshqalarga pul kuch sherikchiligi kelishimi bo'yicha foydani taqsim qilish orqali tijoratga solib aylantirish. Bu yuqorqi bir qancha ishga qaraganda eng foydali bo'lsa kerak. Chunki pul kuch sherikchiligida pul aviydi, zakotmi beriladi. Besib yetish gunohidan, o'sim yeyish va yegizish gunohidan saqlanadi. Pul topolmagan kuch egasiga ish boshlash imkoniyati yaratib, uningga foyda yetkazadi. Jamiyatdagi ishsizlik nisbatining tuvallishiga tuhfa qo'shadi. Shundaqla tijoratni texmo jonlantiradi. Biz musulmonlar qo'llarimizdagi iqtisodiy boylikni halol yo'l orqali ko'paytirish uchun ya pulni o'zimiz aylantirishimiz yoki ishonchlik omonatdor kishilarni topib, pul kuch sherikchilik qilish orqali uni amaliy unumga ega qilishimiz kerak. Albatta, jamiyatda har zaman omonatdor kishilar bo'lmay qolmaydi. Ziyon tortishga tavakkulchilik qilishdan qo'rqib, pulni ishlatmay qolsak, oxiri Alloh farz qilgan zakotni bermaydigan bo'lib qolamiz. Yoki bo'lmasa, Allohga jang e'lon qilish deb sifatlangan jazoni yo'liga kirib qolamiz. Pul kuch sherikchiligi kelishimida tartib qilish ehtimolligi bo'lgan ziyon yuqorqi diniy jihatdagi ziyonlarga qaraganda yanada eng yengil ziyon hisoblanadi. Haqiqiy musulmon degan xiyonat qilmaydigan, yolg'on so'zlamaydigan, sherikiga yomon niyatda bo'lmaydigan omonatdor, rostchil kishidir. Mushundaq kishilardan xotirjam bo'lib, ularga pul kuch sherikchiligi qilishga pul berishga bo'ladi. Mushundaq kishilar pulni qo'g'dab, tijoratda aylantirib foyda topalaydi. Bundaq kishilar topilmasa, pulni xiyonat qiladigan, buzib chechib etadigan yoki tijoratni o'ngshab qilolmaydigan abgar kishilarga tutqizib, pul kuch sherikchiligi qilishga bo'lmaydi. Chunki pulni bundaq zoya qilib etadiganlarga tutqizishni Janobi Alloh bu so'zi orqali cheklagan. Allah tirikchiliklarning asosi qilgan mol-mulklarni ahmoqlarga tutqizmanglar. Niso surasi 5-oyat. Shunga pul kuch sherikchiligiga qadam qo'yganda ishonchlik, omonatdor, rostchil, esil kishilarni tanlash intayin zarur. Chunki pul kuch kelishimi butunlay omonat ustiga quriladigan kelishimdir. Bu sababdan kuch egasi foyda chiqmadi yoki ziyon chiqdi desa, u bir qasam qilib bersa, uning so'zi kuchga ega bo'lib ketadi. Shaxs va jamiyat iqtisodi uchun foydali ham roli cho'ng bo'lganlik uchun islom shariati pul kuch sherikchiligini yo'lga qo'ygan.
Tuvanda biz pul kuch sherikchiligiga oid bir qator ahkamlarni bayon qilib o'tamiz. Pul kuch sherikchiligining joizligining dalillari. Birinchi, Haq Taala aytadiki, yana ba'zilar Allohning fazlini tilab yer yuzida safar qiladi. Muzammil surasi 20-oyat. Juma namozi o'qilib bo'lgan hamon zaminga tarilib, Allohning fazlidan talab qilinglar. Maqsadlarga erishish uchun Allohni ko'p yod etinglar. Juma surasi 10-oyat. Parvardigoringlardan rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gap bo'lmaydi. Baqara surasi 198-oyat. İmam Mavardi bu oyatlarning umumiy mazmunini pul kuch sherikchiligining joizligini bildirdi. Chunki pul kuch sherikchiligida Allohdan rizq talab qilish va pul avutish ma'nosi bor degan. Ikkinchi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishilarni Alloh ularga bir-biri orqali rizq berishi uchun qo'yib etinglar degan. İmam Mavardi bu hadisni dalil qilib, pul kuch kelishimida kishilar bir-biri orqali rizq tepishidi degan. Uchinchi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Hazrati Xadija radhiyallohu anha bilan pul kuch kelishimi qilib Shamga tijoratga borganligi, Hazrati Xadijaning uning bilan Maysara degan bir xizmatchisini bilan avatganligi rivoyat qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu voqelikni payg'ambarlikdan keyin so'zlab berganligi uning joizligini bildirdi. To'rtinchi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobasi Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu birsiga pul kuch sherikchiligi muomalasida pul berganda uningga pulimga tirik hayvon olmaysan, dengizga safarga chiqmaysan, suv ofatiga uchraydigan rayonga bormaysan, bularning birini qilsang pulini to'laysan deb shart qo'yadi. 5. Imom Malik Zayd otasi Aslamdan rivoyat qilishicha, u mundoq degan: Umar ibn Xattobning ikki o'g'li Abdullah va Ubaydullah bir qo'shin bilan Iroqqa yurish qildi. Ular qaytashida Basra shahrining valisi Abu Musa al-Ashariyning qashig'iga kirib o'tdi. U bu ikkalarni qizg'in qarshi olib kutib oldi. Andan ularga sizlarga foydali bir ish qila oladigan bo'lsam qilib beratdim dedi. Keyin u Haras, bu yerda Alloh yo'lida ishlatishga atalgan bir oz pul bor. Buni Amirul Mu'mininga avatmoqchi edim. Men bu pulni sizlarga qarz berib turay. Sizlar bu pulga Iroqning malidan elib, uni Madinaga elib berib setib, ana pulni Amirul Mu'mininga beringlar. Foydasi sizlarning bo'lsin dedi. U ikkalan biz buni xohlaymiz deyishdi. Shunda qilib Abu Musa pulni ularga berib, Amirul Mu'mininga ulardan ana pulni topshirib elish to'g'riliq maktub yo'lladi. Ular algan mallarni setib foyda oldi. Andan ana pulni Umarga topshirdi. Hazrat Umar ulardan sizlarga qarz berganda qo'shindagi hamma jangchiga o'xshash qarz berdimi deb so'radi. Ular yo'q dedi. Buni anglab Hazrat Umar sizlarni Amirul Mu'minining o'g'illari deb qarz beribdi. Ana pulni foydasi bilan topshiringlar dedi. Abdullah lamjim demedi. Ammo Ubaydullah: "Ey Amirul Mu'minin, bu mal kemiyib yoki yo'qib ketgan bo'lsa biz to'laydik emasmi? Undaq bo'lgan ekan siz bundaq qilsangiz bo'lmaydi" dedi. Umar: "Foydasini mi topshirsizlar" deb chang turdi. Abdullah yana gap so'z qilmadi. Ubaydullah norozilik bildirib turdi. Hazrati Umar bilan birga o'ltirganlardan biri uningga: "Ey Amirul Mu'minin, buni pul kuch sherikchiligi hisobida bartaraf qilsa bo'lmamdi" deb taklif berdi. Umar bu taklifni qabul qilib, "Buni pul kuch sherikchiligi qilavatdim" dedi. Shunda qilib Umar ana pul bilan foydaning yarmini oldi. Abdullah bilan Ubaydullah foydaning qolgan yarmini oldi. Demak, bu vaqalikda Hazrati Umar masalani ham so'z, ham amaliy ish orqali pul kuch kelishimi bo'yicha bartaraf qilgan. Bu bakli mashhur vaqalik bo'lg'achqa, shundaqla so'rindagi sahobalar birlikka kelib ma'qul kelgan vaqalik bo'lg'achqa, Imom Shafiiy rahmatullohi alayh pul kuch kelishimini joiz deyishda mushu vaqalikka tayangan. 6. Bu vaqtda yana Hazrati Umar, Osman, Ali ibn Mas'ud, ibn Umar, Abbas, Jabir radhiyallohu anhu va boshqa sahobalardan mushundaq pul kuch sherikchiligi usuli bo'yicha muomala qilganligi rivoyat qilingan. Imom Shavkani sahobalarning bu ishlaridan ma'lum bo'ladi-ki, sahobalar mushundaq pul kuch sherikchiligini hech kimning e'tiroziga uchramasdan qilishadi. Bu ularning bundaq muomala usulining joizligiga birlikka kelganligini bildirdi degan. 7. Barliq islom ummati pul kuch sherikchiligining joizligida birlikka kelgan. 8. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xaybarliklar bilan meva bo'lsin yoki ziroat bo'lsin chiqqan hosilning yarmini berishga kelishim tuzgan degan.
Bu hadisda deyilgani bir taraf zimin, yana bir taraf kuch chiqarish orqali tariqchilik kelishimi bo'yicha ish qilish bo'lsa-mu, buningga bir taraf pulni, yana bir taraf kuchni chiqaradigan pul kuch kelishimini qiyos qilishga bo'ladi. Demak, tariqchilik kelishimining joizligini ko'rsatadigan bu hadis pul kuch kelishimining joizligiga qiyos jihatdan dalil bo'ladi. Chunki bu kelishimning har ikkisida ish qilolmaydigan mulk egasi bilan mulk egasi bo'lolmagan kuch egalari teng foydalanish bor. Pul kuch kelishimining jazoni kelishimidan farqi. Jazona degan boshqalarning qon tarini so'mirish va fursatparastlik qilishdan iboratdir. Chunki jazoni kelishimida tar oqqozmasdan foyda oladi. Pul kuch kelishimida foyda chiqsa, har bir taraf foydadan nasibasini oladi. Ziyon chiqsa-mu, har bir taraf ziyondan nasibasini oladi. Pul egasi pulidan yoki ko'zlagan foydadan, kuch egasi kuchidan yoki ko'zlagan foydadan ziyon tortadi. Pulni boshqalarga berib, faqatla ziyon tortmay, muqim, xatari yo'q foydaga erishish bo'lsa, kishini g'ururlashtirib, ishlab harakat qilish ruhini yo'q qiladi. Dilini qaraytib, fursatparast, tayyor tap qilib qo'ydi. Bundaq illatlardan Janobi Allohga sig'inib panoh tilash kerak. Davomi bor. Sajiya Islom tadqiqot markazi.